motorda ovozini eshitamiz. Bu Faf Tiger 100% metanosnovka qilingan motorni ovozi. Hoji aka, siz ham xuddi shunaqa Faf Tiger olib, unga gaz qo'ydirishni o'ylanib yurgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Siz uchun albatta foydali bo'ladi. 2020da chiqargan bu Faflarimiz motoriga 100% gaz idealniy holatda tushadi. Ko'rishlaringiz mumkin, undan oldin eng birinchi videoda motorda ovozini eshitdingiz. Aynan buni shofyor akalarimiz juda ham yaxshi tushunishadi. Elektronli variantda porslinlarni yuvib, idealniy holatda sunovka qilib berdik. Balon joyi keladigan bo'lsak, ko'rishlaringiz mumkin, bitta 200 talik, 3 ta 150 talik lentalarni yaxshilab tortib, tagidagi rezinkalarni idealniy holatga keltirdik. Endi bu akamiz maza qilib bemalol 100% gazda ekonom variantda harakatlanadilar. Aynan bizda nechinchi marta sunovka qilishga keldingiz? Har doim kelganman aka. Mana lekin Xitoy mashinada bugun birinchi kelishimiz. Ya'ni Xitoy mashina olib? Ha, birinchi kelishim Xitoy mashinada. Zo'r chiqdi. Ustalarga ishonganimiz uchun hamisha yana keldik shu yerga. Ha, bir boshqa o'tmasdan sira to'g'ri prямо shu yerga kelganmiz. Ustalarga gap yo'q hammasiga zo'r. Asosiy qiziqadigan savol narx-navolar bo'ladi-da. Narx-navo qanday? Narx-navolarim qulay. Yomon emas. Bemalol kelaveringizlar shu yerga. Ha, tavsiya eta olasiz. Tavsiya qilamiz 2 marta. Aka, sizga ham rahmat. Yaxshi kunlaringizga bo'ling, xudo xolasa. Barakat toping.